Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar va abituriyentlar. Demak, biz botanika darsini o'tmoqdamiz. Bugungi mavzumiz bargning tuzilishi, bargning fiziologiyasi. Demak, barg tasavvur qilamiz. Demak, mana buni barg ikkita qismdan iboratdir. Demak, mana buni barg demak bandi, mana uni barg bandi deymiz. Bu barg yaprog'i deymiz. Tushunarli? Barg ikkita qismdan iborat. Barg bandi, barg yaprog'i. Xo'p. Barg bandi, barg nimasi ekan bu? Yaproq. Yaproq, barg bandi va barg yaprog'i. Barg tuzilishiga ko'ra ikkitaga bo'linadi. Oddiy va murakkab. Demak, agar bitta barg bandida bitta barg, bitta yaproq bo'lsa, bu oddiy barg deyiladi. Agar barg bandida, ya'ni umumiy barg bandida bir necha bargchalar banchalar orqali umumiy barg bandiga bir nechta barglar banchalar orqali joylashsa murakkab barg deyiladi. Ko'rinishiga ko'ra nom beriladi. Oddiyga ham murakkab. Oddiy barg 3 ga bo'linadi. Yapron shakliga ko'ra. Demak, yapron shakliga ko'ra patsimon bo'lsa, ya'ni patsimon yapron shakliga ko'ra 3 bo'lakli, yapron shakliga ko'ra panjasimon. Demak, bu oddiy barg. Oddiy bargda bitta barg bandida bitta yaproq bo'ladi. Murakkab bargda, umumiy barg bandida bir nechta bargchalar banchalar orqali shunda joylashib juft patsimon deydi. Tushunarli? Agar umumiy barg bandida ikkita yonida barglar joylashsa-da, banchalari bilan oxiri bitta bilan tugasa, tog' patsimon deydi. Tushundingmi? Mana bu yerda umumiy barg bandida 3 ta barg banchasi bilan joylashadi. Umumiy barg bandida 3 ta barg. Bu 3 bargchali, bu 3 bo'lakli. Qaysi oddiy, qaysi murakkab? 3 bo'lakli oddiy, 3 bargchali esa murakkab. Endi qarang, bitta barg bandida 5 ta barg banchasi bilan joylashadi. Panjasimon murakkab. Bu yaprog'i panjasimon. Qaysi oddiy, qaysi murakkab? Tepasi oddiy, pasti murakkab. Demak, barg o'z ikkita qismdan iborat. Barg bandi, yaproq. Barg tuzilishiga ko'ra ikkitaga bo'linadi. Oddiy, murakkab. Agar bitta bargda bitta yaproq joylashsa, oddiy. Umumiy barg bandida bir nechta bargchalar, banchalar bilan joylashsa, murakkab. Ko'rinishiga ko'ra nom beriladi. Juft, tog' patsimon, 3 bargchali, panjasimon. Oddiy barg yaproq tuzilishiga ko'ra shunday bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, barg bandidan barg yaprog'iga o'tib tomirlanadi. Band tomiriga o'tadi. Bu asosiy tomir demak. Asosiy tomirdan yon tomir chiqadi. Yon tomirdan yana mayda tomirchalar chiqadi. Ma'qulmi? Endi bargni tasavvur qilamiz. Tasavvur qilinglar. Mana barg bandi va barg yaproq. Shunday men hozir o'rtada, misol uchun, mana shu o'rtasini ko'rishim uchun, misol uchun, shu yerdan hozir kessam qaychi bilan. Tushunarli? Kessam mana shu yerda ko'rinadi, xullas. Tushunarli? Ya'ni biz bargni o'rta qavatini ko'rishimiz uchun unaqasini kesib tashlashimiz kerak. Bargni oldim. Misol uchun, bargni o'rtasi ko'rinmaydi-da. Misol uchun, tutni bargini olsangda qaychi bilan kessang, bargning o'rtasini ko'rasanmi? Yo'q. Aloyni bilasizmi? Xona o'simligi aloy. Tikonchalar bilan. Shu bargi semiz bo'ladi. Shuni kessam, qaychi bilan o'rtasini ko'rasan? Ko'rasan. Chunki qalinda o'rtasi margaratga o'xshagan dindiroq modda bo'ladi. Shunaqa? O'sha aloyi barg, o'shani kessam, qaychi bilan o'rtasini ko'rasan. Usti bilan, tayi bilan o'rtasida margaratga o'xshagan narsa bo'ladi. Tushunarli? Hozir, misol uchun, mana sizlarga ko'rsatsam bo'ladi. Telefon bormi? Telefon bir minutga berib. Xo'p, misol uchun mana shu telefonni o'rtasida sizlar maytini ichida narsani ko'rmaymiz. Agar mana shu telefonni shunday olib, qaychi bilan kessam, ichkarida protsessorlarni, simlarni ko'rinadi sizlarga. To'g'ri? Endi shu ichkaridagi narsani mana shunday qilib mana shu yerda chizib beraman. O'rtasini ko'rinishi. Tushunarli? Demak, bunday olib qarasak, usti ham bor,
tayini ham bor, o'rtasi bor. Sizlarga tasvir, video chizganda faqat manet ko'rinadi. Buni orqa taraf ko'rinmaydi. Sizlar faqat xulosa chiqarmanglar, faqat shu yer bor, bu taraf yo'q degan narsani o'ylab bering. Tushundingmi? Videoda sizlar xato tushunmanglar demoqchiman. Ya'ni men buni hozir telefon chizsam faqat monetini yuzasini chizyapman, lekin bu yuzani davomi bor buni. Tushunarli, ha? Xo'p. Demak, o'chiramiz buni. Bak, nechta qismdan iborat ekan? Qanaqa? Barg bandi va barg yaproq. Oddiy barg deb nimaga aytilar ekan? Ayting. Bitta barg bandida nechta yaproq? Bitta yaproq joylashsa oddiy barg. Bir nechtalar joylashsa murakkab barg. Demak, biz bargni kesdik va bu yerga barg chizamiz. O'rta qismini chizamiz. Barg ustidan epidermis bilan qoplangan. Nima bilan qoplangan ekan? Epidermis. Bargni shu epidermisdan orasida barg og'izchalari bo'lar ekan. Barg og'izchalari lobiyasining ikkita hujayra bo'lar ekan. Ikkita hujayra birlashib ketgan og'izcha hosil qiladi. Lobiya. Barg nimachalar bilan? Og'izchalar. Ketdi. Yana nima ketyapti? Epidermis. Bargni bo'yida usti, mana telefonni usti bo'yida laminat. Ustini, laminatini yondan ko'ryapsizlar. Tushundingmi? Keyin ketdi. Bargni ostida ham shunaqa epidermis bor ekan. Bargni ostida ham epidermis. Epidermis rangsiz shaffof bo'lar ekan. Epidermis bilan yondosh barg og'izchalari ikkita loyasi bor hujayra birlashar ekanda og'izni bosilar ekan. Og'izchani bosib aqlmi? Epidermis. Mana gap ekanini bilyapmiz. Demak, bargni ustki, ostki, ya'ni ustki, ostki pust o'rtasida hujayralar bo'lar ekan. Qanaqa hujayralar bo'ladi desa, demak, quyidagi ko'rinishda hujayralar bo'lar ekan. Ya'ni ustki pustayda uzunchoq ustunsimon, ustki pustayda qanaqa hujayra? Uzunchoq ustun. Ko'p bo'ladi. Qaysi men hammasini chizmayapman-da, sizlar tushunishlaringiz uchun aradalarni olib chizyapman. Uzunchoq ustunsimon hujayralar bor. Uni tayda qanaqa hujayra desa, demak, uni tayda ovalsimon hujayra bor ekan. Uni tayda qanaqa hujayra desa, yumaloq hujayra. Ketdi. Uzunchoq tayda oval, uni tayda yumaloq hujayra. Bu yerda ham oval, keyin yumaloq. Ustki pust, ostki pust o'rtasidagi hujayralarga barg it hujayralar deyiladi. Mana bu barg it hujayralar. Barg it hujayralarda nima bo'lar ekan? Barg it hujayralarida qarang, yadro bo'lar ekan, plastida bo'lar ekan. Tushundingmi? Hammasida bor. Men faqat ikkita uchtasiga aytayapman. Barg it hujayralarda yadro plastida bo'ladi. Plastida bo'lsa, yashil rangli plastida bo'lar ekan, xloroplastida yashil rang. Bundan tashqari barg og'izchalarda shunaqa plastida hujayralar, plastida organoidlar bor. Tushunarli? Endi qarang. Biz aytdik, bargni qatnashdik biz mana. Mana barg bandi dedikmi? Mana nima? Mana yaproq. Barg bandi yaproqqa o'targanda, tomirlanadi. Demak, yaproqni chekib bitmagandan keyin barg bandi tomirga. Mana o'rtasida chiqib turgan narsa nima bo'ladi shunisi? Barg bandi. Yo'q. Endi nimaga aylanadi? Tomir. Tushundingmi? Mana qarang. Barg bandi yaproq o'tgandan keyin tomirga aylanadi. Mana kesganimizdan keyin o'rtasidan shunday chiqib turgan narsa nima bo'lar ekan? Tomir. Demak, bargni o'rtasida nima bor ekan? Tomir. Endi mana shu tomirni chizaman. Mana shu tomirni chizaman. Mana barg it hujayralarni o'chirib ko'ring, sizlarga tushunarli bo'ldi, to'g'ri? Mana bu yerga ikkasini qo'shib qo'yaylikmi? Ustunsimon qanaqa? Oval, yumaloq. Demak, o'rtasida mana nima ekan mana shu? Tomir. Tushunarli? Tomir, mana shu tomir. Tomirdan yon tomir chiqadi. Yon tomir. Yon tomir mana hujayralarga tegib turadi. Hujayralar qobig'ida teshichalar bor, bilasizlar? Hujayra qobig'ida nimalar bor? Teshichalar. Xullas, mayda tomir bo'ladi, shu teshichalarga kirib turadi.
Tushunarli? Endi bargni yana bitta chizaman. Mana barg bandi. Mana bu yaproq. Nima ekan bu? Barg bandi to'rak ma'nosi qilar ekan. Tomir va asosiy tomir ekan. Qanaqa tomir? Asosiy tomirdan bu qanaqa tomirchalar chiqar ekan? Yon tomirchalar chiqar ekan. Tushunarli bo'lyaptimi? Yon tomirdan yana ham kichkinaroq tomirchalar chiqar ekan. Ko'ryapsizmi? Shunday qilib tomirlar hamma joyga ketadi. Misol uchun tutni tomirni ko'rganmisizlar? Tutni bargini tomirni ko'rganmisizlar? Mayda asosiy tomir bo'ladi. Ikkita yon tomir bilan keyin maydalashib ketadi. To'g'ri? Endi ham barg bandini katta qilib chizaman. Mana barg bandini kattaroq qilib chizdim. Mana shuni katta qilib chizaman. Tushunarli bo'ldi? Mana nimani katta qilib chizdim hozir? Barg bandini qarang. Barg bandini arkasida mana shu yerda lup tolasi bor ekan. Nima ekan? Lup tola. Lup tolasini o'rtasida o'tkazuvchi nay bo'lar ekan. Qanaqa hujayralar ekan bular? O'tkazuvchi nay. Keyin ilaksimon nay bo'lar ekan. Kecha o'tdik ilaksimon nay. To'g'ri? Qanaqa naychalar bular? Ilaksimon naycha. Tushundikmi hozir? Demak, barg bandida 3 ta narsa bor ekan. Qaytaraman. Lup tola, o'tkazuvchi nay, ilaksimon nay. Uchalasi birgalikda nay tolali bog'lam deb ataladi. Uchalasi bitta qilib aytsa, nay tolali bog'lam deb ataladi. Tushundikmi? Ana endi shu 3 ta narsa bor ekanmi bu yerda? 3 ta narsa bor. Tola, to'g'rimi? Keyin o'tkazuvchi nay, keyin ilaksimon nay. Shu 3 ta narsa tomirda ham bor ekan. Tushunarli? Yon tomirda ham bor ekan. Kichik tomirda ham bor ekan. Shu uchalasi. Faqat hajmi kichirayib ketaveradi ekan. Miqdori bor, hajmi kichiraydi. Demak, mana qarang. Mana hozir mana bu turibdan tomir. Sizlar yondan ko'ryapsizlar. To'g'ri? Lekin men shuni sizlarga bunday qilsam, faqat yuzasini ko'rasizlar. Yuzasini ko'rasizlar. Shu yuza dumaloq bo'ladi. Qaytaraman. Mana tomir, barg bandi. Hozir yondan ko'ryapsizlar. Endi men sizlarga mana deb qaratsam, kamerada yuzasi ko'rinadimi? Ha? Arkasini maydan ko'rolmaysizlar. Yuzani ko'rasiz. Shu yuzani mana bu qo'ydim men. Tushundingmi? Shu yuzani qo'yman, ichkariga kirgizib. Tushundingmi hozir shuni? Tushundingmi? Demak bu tomir. Nima ekan bu? Agar ma'lum tushunsalar, o'z topasizlar mana. Mana jim turing, eshitding. Ma'lummi? Sizlar faqat yuzani ko'ryapsizlar-da, eg'i bor. Ma'lummi? Tushundingmi nuqtani? Agar biz hozir 3D doskamiz bo'lganda edi, shunday tomirni olib chiqardim-da. Tushunayapsizmi? Shunday 3D doska olib chiqardim. Ichkaridagi ikkita lup tolalarni mana bu lup tola deyapti. Keyin mana ilaksimon aylamolarni mana bu ilaksimonni, keyin o'tkazuvchi aylamolarni mana o'tkazuvchi aytib ko'rsatgan bo'lar edi. Kamera qayerdan tushayotgan tasavvur qilyapsizmi? Rasmni tasavvur qilyapsizmi? Demak, barg bandida nay tolali bog'lar 3 ta narsa tomirda bo'ladi, asosiy tomir. Asosiy tomirda yon tomir, mana yon tomirlardan ham chizamiz hozir. Yon tomirlardan ham chizamiz. Ketdi. Mana lup tola tasavvur qilamiz. Lup tola. Mana nima ekan? O'tkazuvchi nay. Shunaqami? Mana o'zi ilaksimon nay. Tushunarli? Bular qayergacha kirib boryapti? Hujayraga kirib boryapti. Hujayraga kirib boryapti. Tushunarli? Hujayraga kirib boryapti. Ana endi biz mavzularni bog'laymiz. Ya'ni ildiz, poya, bargni uraymiz hammasini. Tushundingmi? Xo'p. Demak, qatnashamiz. O'tgan mavzularga e'tibor qaratamiz. Demak, ketib qaraylik. Ildiz bormidi? Ildiz qismlari bor. Qincha, o'tkazuvchi, mana qanaqa qismi edi? Suruvchi. Mana qaysi qismi edi? O'tkazuvchi qismi edi. Shunaqami? Qaysi qismi? O'tkazuvchi. Shunaqa-da, mana ildizdi. Keyin poyaning o'rtasida qaysi qavat bordi? O'zakmidi? O'zak edi. Yonda nima bordi? Yog'ochlik.
to'la bormidi? Yo'g'ishli to'lani orasida nima bor edi? O'tkazuvchilar. Nima bor edi? O'tkazuvchilar. Barakalla. Yo'g'ishli to'lani orasida o'tkazuvchilar yo'q. Shunaqami? Keyin yana yo'lda nima bor edi? Yo'g'ishli to'la bor. Shunaqami? Endi ildizni o'tkazuvchi nari bilan yo'g'ishli o'tkazuvchilar tutashadimi? Ketdi. Endi mavzuni ana bog'laymiz qarang. Mana bu yerda o'tkazuvchilar, mana bu yerda o'tkazuvchilar. Shu tarafdan mana bu yerda o'tkazuvchilar barq bandiga boradi. Barq bandiga o'tkazuvchilar bormi? Shunaqami? Barq bandiga o'tkazuvchilardan qayerga o'tkazuvchilarga boradi? Tomirdagi o'tkazuvchilarga. Tushundingmi? Endi nima chiqyapti? Qarang. Tuz bilan suv. Tuz bilan suv qayerga o'tadi? Suv ichiga, ildiz suvchi qismiga, o'tkazuvchi qismiga, yog'och arasidagi o'tkazuvchilarga, keyin barq bandiga o'tkazuvchilarga. Mana yerda o'tkazuvchilarga. Nima chiqyapti? Tuz bilan suv chiqyapti. Undan tomirdagi o'tkazuvchilarga mana yerda o'tkazuvchilarga, kichkina tomirdagi o'tkazuvchilarga va hujayraga. Bu qaysi hujayralar? Barq it hujayralar deyiladi. 3 xil shakl bor. Demak, nima yetib keldi bu yerda? Tuz bilan suv yetib keldi. Qanday yetib kelganini bildikmi? Mana hozir usulida bog'layib ko'rdikmi? Demak, buni ichida hujayrachi plastida bor. Shunaqami? Endi qarang. Men hozir fotosintezga ham o'tib ketaverayapman. Mana yana keyin keladi mavzular. Tushunarli, hozir barqni chiqib turishi boshqa joyda. Просто birato'la o'tib deyapmiz. Endi qaranglar nima bo'ladi? Endi diqqat bilan ishlayapmiz. Endi mana Quyosh. Tushunarli? Quyosh. Hozir shu hujayralar bo'lyapti-ku. Bu hujayradan bu hujayra hammasi o'laydi, barq hujayrasi. Bittasi o'laydi. Quyosh nuri keladi-da mana. To'g'ri keladi-da. Quyosh nuri mana plastidaga keladi. Nimaga keldi? Plastika. Xloroplastga keldi. Chaqacha tushundingmi? Endi qarang. Quyosh nuri keldi. Mana bu yerda. Barq oqsilari bor-da. Shu plisosga o'xshaydi. Plisos vazifasi nima? To'p. Havodan karbonat angidrid gazi suv oladi bilamiz. Oksiyaz orqali keladi bu ham. Barq oksiyaz orqali hujayraga kirib keladi. Barq it hujayrasiga mana tishikasidan kirib keladi. Bu oddiy tishikdan keladi. Bu naydan keladi. Tushundingmi? Nima kirib keldi? Karbonat angidrid. Plastidaga nima tegib turibdi? Quyosh nuri. Mana karbonat angidrid. Endi qarang. Shu protsessni mana kattaroq qilib chizaman. Tushundingmi? Mana plastiklarni kattaroq qilib chizyapman mana buni. Bu fotosintezga oldin sinfga mo'ljallangan holatda bu asli reaksiya formulalari biz oldin sinf uchun. Tushundingmi? Xo'p, ketdi. Bu hujayrani ichiga ma'lum mamlakatda chizyapman. Tushunarli? Buni ichiga karbonat angidrid kiradi. Nima kiryapti? Plastiklarning ichiga karbonat angidrid kiryapti. Tushunarli? Ketdi, karbonat angidrid kirdi. Plus orqasida 10 molekula suv bor edi. Shundan 7 molekula suv kiradi. Necha molekula? 7 molekula. Demak, tuz kiradi, keyin plus suv kiradi. Necha molekula? 7 molekula kiradi. Nimani ichiga kirdi? Plastikdan ichidagi quvurchalarni ichiga kirdi. Tushunarli? Mana kirish. 3 ta narsa kirdi. Plastikdan quyosh nuri ta'sirida nima bo'ldi? Qizidi. Plastikda quyosh nuri ta'sirida ichkaridagi xlorofil degan pigmentlar qiziydi. Shu qizigandan keyin uchalasi aralashib ketadi. Agar sizda temir idishga qizil, oq, ko'k rangli plastmassalarni olib, yuqori haroratda qizdirsangiz, o'sha plastmassalar nima bo'ladi? Erib ketadi, aralashib ketadi yoki idishga qizib turgan temirga qizil, ko'k, marojniy solsak nima bo'ladi? Aralashib berib bitta mahsulot paydo bo'ladi. Xuddi shunday plastikdan ichida suv, tuz, karbonat angidrid hammasi bir-biriga qo'shiladi-da. Nima ta'sirda qo'shilyapti? Quyosh nuri ta'sirda qo'shiladi-da, nima chiqadi? Qarang. Chiqayotgan narsasi shakar chiqadi. Turburcha shakar. Keyin nima chiqadi? Kislorod chiqadi. Nima chiqargan? Kislorod chiqadi. Ko'rdingmi? Nima chiqishi? Demak, ketdi va yerda chiqayotgan narsasini yozyapman. Voy kirayotgan edi bular. To'g'rimi? Mana bular kirdi hammasi.
Faqat necha molekula suv kirdi? 7 molekula. 7 molekula suv kirdi. Demak, nimalar chiqdi? Bitta aytib beringlar. Shakar bilan Kislorod chiqdi mana. Kislorod chiqdi, yana nima chiqdi? Shakar chiqdi. Mana shakar. Tushunarli? Shakar chiqdi. Endi boya necha molekula suv qoladi? 3 molekula. 3 molekula suv qoladi. 3 molekula suv, mana 3 molekula suv shakar eritadi. Shakar erigandan keyin nimaga aylanadi? Shakar erisa suvdir, to'g'ri? Shakar choy bo'ladi bo'lsa, to'g'ri? Shakar choy, mana endi shakar choy. Mana endi suvda erikda mana turburcha shakar choy bo'ladi-da. Shakar choy mana bu tomirga o'tadi. Kichkina tomirdagi ilak simondaga o'tadi. Qaysi o'tadi? Ilak simon. Kichkina tomirdagi ilak simondagidan katta tomirdagi ilak simondaga o'tadi. Tushunarli? Katta tomirdagi ilak simondagidan asosiy tomirdagi ilak simondagiga, bundan bark bandidagi ilak simondagiga, bark bandidagi ilak simondagidan mana yerda nima bor edi? Yog'ochlikda ham bor edi ilak simonday. Lub to'ralar orasida bor edi ilak simonday. Endi kombin tizimada bor. Yog'ochlik orasida nima bor edi? Ilak simonday. Shu ilak simondaga nima keldi? Shakar keldi. Demak, ilak simondagiga shakar kelsa, bu hamma joyga shakar bordi degan. Tushundikmi? Hozir modda o'tib aylanayotgan tasavvur qilyapsizmi? Yaxshi. Demak, ilak simondagiga shakar keldi degan, o'smik ham bordi, hamma degan. O'tgan mavzu. Ustoda qayerda lub to'la bo'lsa, orqasida ilak simonday oziqa moddani yetkazib beradi. Xo'p, shaqacha tushundikmi? Tushundik-a? Endi mana nima bo'ladi? Karbonat angidrid kislorod. Fotosintezatsiya hosil bo'lgan kislorod. Fotosintezatsiya hosil bo'lgan kislorod chiqadi, mana chiqib ketadigan vaqtda o'simlik bitta qismini ozginasi o'zga olib qoladi kislorod. Misol uchun 100% kislorod chiqarayotgan bo'lsa, shuni 2% o'zga olib qoladi. Chunki o'zi ham nafas olish kerak. Tushunarli? Va qolgan qismini barq oqsiz orqali nima qilar ekan? Chiqaradi. Tushunarlimi? Demak, ana endi o'simlikni anatomiyasi, ya'ni barqning anatomiyasi, fiziologiyasi. Shu jarayonni qo'shdik. Fotosintez nimaga aytiladi? Qoida. Quyosh nuri ta'sirida, tushunayapsizmi? Anorganik moddalardan tuz va suvni aytyapti. Organik modda hosil qilishi shakarda aytyapti. Va atmosferaga erkin kislorodni ajralib chiqish jarayoniga fotosintez deb ataladi. Tushundingmi? Jarayonni tushunsak, qoidani yodlash shart emas. Qaytaraman. Quyosh nuri ta'sirida, plastikda ishtirokida karbonat angidrid va anorganik moddani qo'shib shakar organik modda hosil bo'lishi va atmosferaga kislorodni ajralib chiqishiga fotosintez degan, fotos degan yorug'lik, sintez degan qo'shaman. Yorug'lik ta'sirida moddalarni qo'shaman degan ma'noni anglatadi. Timiriyas buni o'zining kitobida yozib qoldirgan. Tushundikmi haqida gap aytganligim? Tushunarli? Yaxshi. Demak, qaytaramiz. Suv olingan minut birinchi boshlanadi. Mana suvchasiga o'tkazuvchi qismi, kislem orasidagi o'tkazuvchini ayt. Undan barq bandidagi o'tkazuvchini, undan tomirdagi o'tkazuvchini, asosiy tomirdan yon tomirdagi o'tkazuvchini. Barq it hujayrasi bittasi bo'ldi. Nima yetib keldi? Suv, tuz. Karbonat angidrid nimadan? Barq oqsasidan kirib keldi. Hammasi mana ichiga kirdi. Plastikdan ichiga kirdi. Keyin nima ta'sirida? Quyosh nuri ta'sirida qizidida nima paydo bo'ldi? Shakar, kislorod. Kislorod nima bo'lib ketdi? Chiqib, hammasini chiqarib oldi? Yo'q, bittasi o'zlab. Shakar nima bo'ldi? Eridida shakar bo'lib tomirdagi ilak simondagiga, katta tomirdagi ilak simondagiga, asosiy tomirdagi ilak simondag, barq bandidagi ilak simondag, poyani nuqtalarisidagi ilak simondagiga tushib, butun o'simlikning tanasiga tarqaladi. Tushundingmi? O'simlikka osma qo'l qo'ysa ham bo'ladi. Odamga osma qo'l qo'yadi? Tomirdan. Tomirdan. Qayerdan? Ilak simondagiga osma qo'l qo'yadi. Agar sen o'simlikning ilak simondagiga topib bitta antibiotik jo'natsang, topish mumkinmi? Topish mumkin. Buni haqiqiy o'simlik mutaxassislar o'likka o'simlikni tilib qiladi. Shunaqalar qo'l qo'yadi. Daraxtga osma qo'l qo'yadi. Tasavvur qilasizmi? Daraxtga osma qo'l qo'yadi. Ilak simon nay topadi. O'zini shprislar bor-da. Lekin bor shunaqa narsa. Kasallangan daraxtni qaytaradi. Qimmat daraxtlar bor-da. Ular doktor bor.
Ular haqiqiy professorlar, ular haqiqiy ishini ustalar. Shunday o'shancha aytaman-da, ishingni mutaxassis bo'lsang, har doim senga ish ham topiladi, pul ham topiladi. Ishingni mutaxassis bo'lsang, ish ham bor, pul ham bor. Har doim shunday, foyda shunaqa o'zi. Bizda ilaksimon nay tushunchasi qiyin masalada. Misol uchun shu sohani haqiqiy asllari nisbatan kamroq. Agar shuni topsa, biz qanaqa davlat yaratib olgan bo'lardik? Xitoyda olib o'tirmasdik. To'g'ri, o'zimiz qilsak bo'ladi shu. Faqat ko'proq ilm olish kerak. Xo'p, demak, eslayapsizmi? Qaytamiz. Endi qarang. Biz aytdik shakar dedik. 10 ta shakar hosil qilsa, nechta? 10 ta. 10 ta to'qqiztasini kelib jo'natadi. Bittasini o'zi olib qoladi shakar. Qaranglar, kislorodni ham o'zginasini o'zi olib qoldimi? Shakarni ham o'zginasini o'zi olib qolar ekan. Demak, shu hujayra ham ovqatlanar ekan. Endi qarang. Nima bo'ldi? O'zida ozgina shakarni olib qoldi. Ozgina shakarni olib qoldi o'zida. Ozgina shakarni olib qoldi. Kichkina qilsa. Plus ozgina nima olib qoldi? Kislorod olib qoldi. Endi qoida bor. Kislorod ta'sirida organik modda parchalanadi. Parchalangandan keyin nima hosil bo'ladi? Energiya hosil bo'ladimi? Qoida borda shunaqa. Organik modda kislorod modda ta'sirida parchalansa energiya hosil bo'ladi. Shu energiya o'zi hujayraning o'zi uchun ishlaydi. Hujayraning mashq harakatlari uchun ishlaydi. Keyin ozgina karbonat angidrid chiqadi, shuni parchalanishdan. Ozgina nima chiqargan? Karbonat angidrid chiqadi. Kichkina karbonat angidrid. Tushundingmi? Ana shu karbonat angidridni barq og'izchasi orqali mana pastdan chiqarib, barq og'izchasi orqali chiqarib, ozgina karbonat angidrid. Demak, o'simlik nafas olar ekan. Nafas olish jarayonida organik modda parchalanar ekan. Nafas olayotgan vaqtda nimadan foydalanar ekan? Kisloroddan. Kisloroddan ham olib, chiqarayotgan bir chekkasi olib qo'ydi. Nafas olsa o'simlik kislorod o'ziga olar ekanda, nima chiqarib olar ekan? Karbonat angidrid. Fotosintezda esa nima olar ekan? Karbonat angidrid olib, kislorod chiqar ekan. Bizga fotosintez qilgani yaxshimi, bo'lsa yaxshi? Bizga kislorod kerak, fotosintez qilgani yaxshi. Tushunarli? Mana haqida gapirayotgandik. Biz demak bugungi darsimizda bargni tuzilishidan boshlab uni anatomiyasi, fiziologiyasi va ahamiyati haqida gaplashdik. Tushunarli? Demak, keyingi darslarimiz xudo xolasa ildiz tugadi, poya tugadi, barg tugadi. Keyingi darsimiz xudo xolasa gul haqida bo'ladi. Ya'ni generativ organ, gul, meva, urug'. Shu bilan botanika tugaladi. Bo'ldi. Ya'ni 3 ta asosiy organ. Vegetativ, 3 ta asosiy organ, generativ. Shu bilan botanikani tushunadigan joy tugaydi botanika. Ya'ni gulli o'simliklar bo'limi asosiy qismi tugaydi. Keyin sporalarga o'tadi. Tushunarli? Xo'p. Demak, mana shu tuzilishda. E'tiborchi rahmat.